aka men pul olib Ya qo'ying. aka, menga unishyapti emas u. Astoydil oling aka, menda ham bo'lib turgan. Shu yerda bo'ladimi sizga? Ha, shu chekkaroy to'xtatavering. Qancha bo'pti? Sizdan 26 ming so'm bo'ldi. Voy, meni mayda pulim yo'q edi. Shuni olib maydalab oling, magazin bor edi, tez chiqaman. Bo'ldi. Kafras menda ham mayda yo'q edi. Assalomu alaykum, Xormay aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Nima xizmat aka? Aka, shu yerdan hozir bitta qiz kirib ketdi, pushti kiyimli. Mabodo ko'zingiz tushmadimi? Aka, lekin puli savdo qilib, orqa eshigimiz ham borda, orqa eshikdan chiqib ketuvdilar. Voy, men taksi edim aka, menga hozir magazindan maydalab beraman deb kirib ketdi. Sizni manimcha aka uxlatib ketishdi, javob. Voy. Pul berish kerak edi. Nima katta summa emas, 26 ming so'm. Prosta magazindan kirib maydalab chiqaman deganiga xo'p dedim-da. Aka, men pul olib Ya qo'ying. aka, menga unishyapti emas u. Astoydil oling aka, menda ham bo'lib turgan. Aka, sizga tavsiyam bor-da, bunaqa odamlar hozir juda ko'payib ketgan. Toshkent sifat taksi bor. O'zim tanish akalarim ochgan. Agar shunaqa holat bo'lsa, Yandex'ga yozib, pulingizni 100% qaytarib berishga harakat qilishadi aka. Yordam berishadi sizga demoqchiman. Yordam Sizlarga beraman. ham bitta yozib ko'ring aka. Birga ulansangiz ularga sizga pulingizni 100% qaytarib berishadi. Bunaqa odamlar aka ko'payib ketganda nima deysiz endi hozir? Shunaqa aka. Yaxshi Charchamayman, xo'p, katta rahmat.